Wow, oilangiz bilan, o'rtoqlaringiz bilan shunaqangi parklar, ko'chalar bo'yicha komfortni yurmoqchi bo'lsangiz, Vasat Sportdan X9 tritsikl modelimizni hozir sizga tanishtiramiz. Ushbu tritsiklimizga 5 ta 32 amperlik kachественный akkumulyatorlar o'rnatilgan bo'lib, Mia motori 650 vattli. To'liq zaryad bilan 60-70 km masofani bemalol bosib o'taverasiz. To'liq zaryad bilan 35 km/soat tezlikgacha bemalol chiqadi. Tritsiklimizning eng zo'r taraflaridan biri bu uning qulayliklari. Ko'rib turganingizdek, bazaviy multimedia, удобный сиденьялар va qulay boshqaruv paneli. Zamonaviy tablo. Tritsiklimizning ko'rinishiga o'zlaring kommentariyalarda baho beraverasizlar. Oldi qismiga keladigan bo'lsak, chiroyli ko'rinishdagi kuchli led faralar, 10 ga 3 razmerli balonlar. Bu modelimiz haqida qo'shimcha ma'lumot va narxini bilish uchun kommentariyalarda plus belgisini qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Vasat Sport, harakatdan to'xtamang.